Trekerda mo'y sifatsiz bo'lsa, tormoz yomonlasharmish. Bu avtomobillarda dvigatelning kirish kollektoridagi vakuum doim ham tormoz kuchaytirgichi uchun yetarli va barqaror bo'lavermaydi. Shu sababli ularda qo'shimcha mexanik vakuum nasosi o'rnatilgan. Mashinalarni texnik va animativ kadrlar tomonlama chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, avtomexanika obuna bo'ling. Ushbu vakuum nasosi dvigatelning raspredvali orqali harakatga keladi va tormoz kuchaytirgichi ichida zarur bo'lgan past bosimni hosil qilib, uni ushlab turadi. Nasosning ichki mexanizmlari esa dvigatel moyi bilan moylanadi. Agar sifatsiz moy quyilgan bo'lsa, moy darajasi kamayib ketgan bo'lsa yoki moy vaqtida almashtirilmasa, moy ichidagi loy va qoldiqlar vakuum nasosining moy kanallarini qisman yoki to'liq berkitib qo'yadi. Natijada nasos ichidagi ishchi yuzalar tez yeyiladi. Vakuum hosil qilish qobiliyati pasayadi. Vakuum yetarli bo'lmagani sababli tormoz kuchaytirgichi to'liq ishlamaydi va haydovchi tormoz pedalining keskin qattiqlashib qolganini sezadi.